Kitap men uchun o'tgan kunlarni hikoya qilib beradigan bir mo'ysifat bo'y. Turmushimda, kasbimda, odamiyligimda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi bir sirdosh do'st. Ko'zlarim namdalganda umid ishonch ato qiladigan, qaytadan kuldiradigan bir umoq sabiy. Shunga men hayotimda kitobdan ayrilmayman. Do'stim, sizchi? Har qitim yangi bir kitobni qo'limga olganimda o'zim uchun yangi bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitob mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiynoq damlangan choydek shu omon hordiqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Аңлаватқаныңлар Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Oy qanda qilay, mening qizlarim naladi. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'rib o'tadi. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarishib olganing bilan insof yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki, mening unda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Saq bir haftagacha ün-tinsiz g'azab va umidsizlik qo'ynimida bo'g'ilib yurdi. Bu g'azab, umidsizlik ichida ko'pikdek yo'q chiqqan muhabbatning alami va hasrati bor edi. Yaxit general er kishidekmi ko'rinmaydi menga. Masturaning so'zlari kech-kunduz uning quloq tubidan ketmaydi. Uni azoblaydi. Uning uyqusi, ishtahosi, turmush tartibi buzildi. Yurish turishidagi ratliklik va jo'shqinlik nelargadir g'oyib bo'ldi. Demak, sen boshqalarning, bo'libmi ayollarning nazarida bir yosh general, qaytib yuradigan, hissiyotsiz, hatto er kishiga o'xshamaydigan g'alati maxluq. Bu gerçi Masturaning qarshi bo'lsa-mu, baribir ma'lum bir xil qarashga vakillik qiladi. Ularning undaq deyishida-mu ma'lum haqiqat bor. Odamlar hamma narsaning, hamma odamning o'zlari xohlagandek bo'lishini, o'zlariga o'xshashini orzu qiladi va buni amalga oshirmoqchi bo'ladi. Dunyo chaqini odamlar bilan to'lgan. Yo'q, u ularga o'xshab qolmasligi kerak. Mastura bilan Abdullaning yerim kechida xuddi jahannama aynigida namoyon bo'lgandek uning ko'z oldida paydo bo'lishi, asli qiyofatini oshkorlashi. Mayli u birer ilohning ishi bo'lsin yoki tasodibiylik bo'lsin, bu dunyoda haqqoniyatning borligini isbotlamamdi. Oradan ancha uzun o'tmadi. Idorada Abdulla Cho'jang yo'tkilib ketar ekan deydigan mishmish paranglar tarqaldi. Bu kunlarda Tal'at kayni-kaynidan nopuzliq arboblardan telefon olg'ili turdi. Anglasak, Abdullani yo'tkilib bo'psizlar. Sizlar iqtidorli odamlarning ushaq-tushaq kamchiligiga isilib olsanglar qandoq bo'ladi? Agar uning qadriga yetmasanglar, biz yuqoriga yo'tkab o'stirib ishiltimiz-jimi? Yo'ldosh Tal'at, siz rahbarlik o'rniga chiqili ancha uzun bo'lmadi. Abdulladek peshqadam tayanchilar bilan ittifoqlashishga diqqat qiling.
Gapsiz bo'p qolmasa yana. Hey Talat, sen Abdullani qanday qilay deysan? Uningda nima uchun batdi? Haqni kun olg'ili qo'yjimi? Bu degan o'tni olam, bak ko'ranglab ketma. Telefonlari xilma-xil edi. Ba'zilari buyruq, tahdid ohangida, ba'zilari maslahat ohangida. U hammasiga bir xil vazn, savirchan ohangda "Mundaq ish yo'q. Yo'q, azalda mundaq ish yo'q. Xotirjam bo'ling" deb javob berdi. Abdulla qoldi. Boshqalarning ishxonasini tozalaydigan ayol idora mehmonxonasiga yo'tkilib ketdi. Uning o'rniga ma'muriy boshqarmadagi lavchining ishqirdan olqisini yo'qlab kelib turib qolgan bir navri singlisi qo'yildi. Yurish turishidan soddaligi, yavaşlıqi chiqib turgan bu sahroliq cho'kan xuddi burunqi qayri ayoldek untinsiz kiratdi. Yana shundoq untinsiz chiqib ketdi. Faqatla uningdan tetik ishchan edi. Qish o'tib bahor keldi. Yer jahon osta-osta illishqa boshladi. Kishilar qalbidami bir illiqlik, oyajon oqatdi. Bu illiqlik, oyajon kishilarni qandoqdir alohida ahamiyatli ishlarni qilishga, odamlarni va hayotni suyishga, shundoqla hayot va odamlar tarafidan suyulishga undaydi. Ayollarning tushlari har qachonqidek shirin. Uyquliq ko'zlari har qachonqidan xumorliq bo'lib ketadi. Uning jo'shqinligi, qizg'inligi yana asliga keldi. U yana zahar turadigan, ratlik pokiz yuradigan bo'ldi. O'xshamaydigan yeri piyoda yoki pikapda ketib yetib chiroyli qiz cho'qonlarga sapsalatdi. Koridorda uchrashib qolgan ayollarga kulimsirab salom qiladi. Ba'zilariga chaqchaqma qilib qo'yadi. U ayollarga diqqat qilgancha ularning ajoyib bir dunyo ekanligini his qilib, qalbida o'tdek bir intilish sezadi. Bir qitim u yangidan kelgan chiroyli bir cho'qonga qiziqib qilib, boshqa bir ishni bahona qilib, kadrlar bo'limidan uning arxivini olib chiqtirdi. Biroq ayolning harbiy oila tavobati ekanligini bilib, ko'nglida bekmi umidsizlandi. U ba'zida masturani uchirtib qoladi. U pikapda xotirjam o'ltirib, o'z vaqtida uningga qandoqlarcha maftun bo'lib qolganiga hayron bo'ladi. Biroq nimali degan bilan bu ayol uning qalbida hech qachon ko'rilmagan bir xil hissiyot uyg'otgan. Uni o'zigimi sezdirmay o'zgartgan edi. Aprel oylarining birida u uyiga kech qaytib keldi. Ayoli uni kutib o'ltiradi. Qizargan, andishalik ko'zlari, so'ngan kirpiklari uning bo'yla qongucha yig'lab olganligini ma'lum qilib turadi. U uyda alohida bir voqeaning yuz berganini uqdi. Uzun yillik qadinasining har bir beqishidan, badanining holati, qo'llarining midirlashlaridan uning ruhiy kayfiyatini sezib olaydi. Uning birdala ayoligi ichi og'rib ketdi. Uning qo'lidan kelishicha mehribonlik qilg'usi, silab siypug'usi keldi. Qancha vaqtlar bo'ldi ha? Uning tuzukrak qarab boqmag'ili. Ilgirkidek chin ko'nglidan mungdishib boqmag'ili. Bir ish bo'ldimi? Yig'labsan-ku? deb so'rdi u muloyimlik bilan. Ayoli berib eshikni yopdi. Uning qo'lidan yelin paltosi bilan shilapsini ilib, kiyim osquchga esib qo'yib, karvatga kelib o'ltirdi. Elili Rashida kelib ketdi. Uning aytishicha Gulandam ig'ir oyoq bo'lib qopti. Uning ovozi yerning tegidan yoki derizning orqasidan olingandek qildi. Bu gapni rostila olganiga ishonmay yenishlab so'radi. Nima? Nima bo'pti? Aytdim-ku, Gulandam ishga qatib qopti. U birdala hammani tushunib, karvatda lassida o'ltirib qoldi. Demak, bu uning orzuliq o'g'lining to'pisi edi. Bu cho'ng ish oldida u hamma erlarga o'xshash g'angirab qoldi. Bu bachchalarning nim qilg'indi. U tihi o'qish bitkizmagan tursa. Shuni demamsiz, biroq bo'lg'iliq bo'pti. Boya Rashida ishkimiz maslahatlashdik. Qizga choy ichirib bolalarning peshini bog'lab qo'yaylik devatimiz. Bolani is bir jonga bikadim bikazamin bo'ladigan bo'ldik-da.
u o'g'lini bundoq mas'uliyatsizlik qiladi deb zada o'ylamagan edi. Bir turib o'g'liga ochiqi kelsa, bir turib bolalarni muncha yaqinlashtirib o'tmaslik kerak edi deb Rashidaga mu ochiqi keladi. Kechsi u ayolining mev purqi kelib turadigan yumshoq sochlarini mehri bilan silab yetib, bu dunyoda hech qanday ayolning uning o'rnini bosolmaydiganligini his qildi. Ularning hayoti shaklidan mazmunigacha bir-biriga chambarchas bog'langan. Uni ana shundoq mustahkam birlashtirib etgan narsa boshqa narsa emas, ularning o'tirsidan opirida bo'lib o'sib yetilgan farzandlari. Shularning g'emi, tasallisi, qayg'usi va xushalliqi. Biroq muhabbatchi. U ilgari xotiniga bo'lgan hayajonsiz, tinch jismoniy talabini, uningga bo'lgan minnatdorligi va o'zining mas'uliyat tuyg'usini muhabbat deb biladi. Uningga shaksiz ishonadi. Biroq keyingi kunlarda uning ilgirki qarash aqidalari tavrab qoldi. U inson hissiyotining naqadar o'zgarishchan va mo'lliqini oz-to'la ko'rib yetganida, ma'lum ma'nodan o'zining behishtiki cheklangan mevani yeb solgan odam alayhissalomga o'xshab qolganligini his qildi. Bu balkim asliga qaytish yoki asli mohiyatining oshkorlanishi bo'lsa kerak. Balkim onasiga bo'lgan nafrat uning tabiatini tizginlab, mohiyatini yo'shirib turgan bo'lsa kerak. Ana, o'g'li hech qanday niqobsiz, oshkora o'ttirg'i chiqdi. To'mirda eqiyotgan qonning kimning qiyni ishganligini amaliyoti orqali isbotladi. Uning ayolichi u rostla o'zining tasavvuridagidek sadoqatmanmidi. Uning muhabbati xuddi to'xtam suvga, ko'l suyiga o'xshaydi. To'lqinsiz, tip-tinch. Uyda menib yurishlari, ish harakati, tomoq yeyishi, oqshimi uning bilan birga bo'lishlariga qadar shu qadar horg'in, qizg'inliksiz, hayajonsiz. Ilgari u mundaq emas edi. Sho'x, o'tda qizg'in edi. Bu qizg'inlik yillarning o'tishiga agishib, xuddi ichidan yenib tugayotgan cho'g'dek asta-asta yo'qolib ketdi. Qachonlardan tartibkin u mehribon bilan birga yotadigan bo'lib oldi. U mushu turmushiga, suvdek o'tib ketgan kunlarga rozimikin yoki uning qizg'inligi boshqa obyektga mansub bo'lib ketdimikin? Uxlagandek ko'zlarini yumib, jimmida tugilib yotgan ayoli birdila beshini ko'tardi. Ras, muhim bir ishni unutib qolg'ili tas qopdiman. Oblizning ishini tezroq bir taraf qilib etding. Ular bilan quli bo'ladigan bo'ldik. Haqla talajjujoning qudisi shunchalikmikan deyishib qolmasin yana. Gapingni qarasini. Meningcha bo'lsa, dehqonning, kavobchining qizi bo'lsa bo'laverdi. Mana men Tulxotinning bolasidim. Sen meni yaratding-ku. Ushtum tut qo'zg'algan hayajon tufaylidan u ayoliga onasi to'g'risidagi hamma gapni aytib etgili tos qoldi. Biroq aytmadi. Keyin u shu chaqda og'zi bo'shliq qilib qo'ymaganligidan xursand bo'ldi. Yakshanba kuni mehmonxona choy opiradigan ayollar va ularning qiya-chiyalari bilan to'ldi. Ular mushu qo'rudagi to'y-to'kun, odamchiliklarning shunda g'ayvat shikoyat, qo'liq shumliqlarning beshi yadrosi. Ular bir-biriga tilidan hasal tamdirib, yengida pichoq saqlaydi. Har qanday kishini oldida maqtab ko'kka uchralaydi. Orqasiga o'tibla g'o'jab yer bilan yakson qilib yetalaydi. Ra'noning mehmonxonasida ular azaldan undaq echilib yeyilib o'ltirolmagan edi. Bugundan tortib ahvol o'zgardi. Toki cho'ng choy, to'ydan keyingi tugumas rasmiyatlar oyoqlashgacha bu mehmonxonadan ular va ularning dostig'ini uzilmaydi. Buni to'sig'ili yoki buningdan qutulg'ilimi bo'lmaydi. Bu urf-odat. Uyg'urlarning qachonlardan tartibda shakllangan urf-odatlari. Uningga amal qilmay chora yo'q. Bu xilma-xil ayollarning orqasida turg'ini xilma-xil erlar. Bola chaqaga, zidiyatga, orzu havasga to'lgan murakkab oilalar. Ular shu ayollar va erlar uni chin ko'nglidan hurmatlamdi, yaxshi ko'ramdi. Asla undaq emas. Bugungi jungo kishilarining amaldorga bo'lgan hissiyoti intayin murakkab.
Umu bunun sırtida emas. U balkon aynikidan ayollarning qo'rshovida Abdullaning hakavur ayoli bilan qo'ltiqlashib kelayotgan Ra'noga qarab turganida, o'sha ayollarning qalbi qilganligini, Rashidaning qalbi qilganligini, Masturaning qalbi qilganligini his qildi. Kim biladi? Abdullahmu qalbi qilamdi texi. Qizi uning yeniga kelib turdi. Uning uchsida bugunmu Rashida sovg'a qilgan chet el ko'ngligi bor edi. Bu ko'nglik uningga bek yarashatdi. U mushu ko'nglikni ko'rgandan keyinla kiyim deganning odamni naqadar o'zgartiradiganligini his qilgan. Demak, mavjudiyat baribir mohiyatni o'zgartirdi. Bu qonuniyat. Acaba u bu qonuniyatdan qutulib qolalarmi? Oli yeşil ayollar to'pi oppoq olma chechaklari orasidan o'tib, do'qmushda saqlab turgan import qilingan menbozning oldida to'xtashdi. Hammadan burun Abdullaning ayoli Ra'noni yo'lab mashinaga chiqardi. Orqadan u va qolgan ayollar chiqishdi. Menboz o'rnidan qo'zg'alib, hashpash deyichi g'oyib bo'ldi. Uningda ayoli birdila o'zidan yiroqlashib ketgandek yoki mush ketgancha nihoyatda uzoqda qaytib keladigandek tuyg'u paydo bo'ldi. Qizi uni qo'ltiqlab oldi. "Jura dada, chet elning yangi kinosini qo'yib siz yoqtirgan so'qish kinolardan ekan." U qiziga agashdi. Er kishi degan shundoq narsa. U har qachon bir jup illiq qo'lga muhtoj. Qumliqning tushi. Poyansiz suran qumliqning o'ttirsida cho'qchiyib turgan oqbosh tog'lar go'yo ona zaminning qator amchaklariga o'xshaydi. Cho'qqilardan xuddi ona sutidek taram-taram jirg'igan qor suvlari yig'ilib, bir ulug' iqin hosil qilib, tog' jirolardan to'sin otdek chopchib, o'ynoqlab tushib, oshu poyansiz qumliq qo'ynida ajoyib obod yurt mahallalar, yop-yeshil bo'stonliqlarni hosil qiladi. Orabog' mushu qumliqdagi yurtlarning biri. Qadimdan bu yurtlarda oshu tog' suyiga o'xshash tirik, mard-mardona va ajoyib erkin odamlar o'tgan. Ajoyib voqealar yuz bergan. Oshu odamlar haqida sonsiz qo'shiq dostonlar, rivoyatlar to'qilgan. Ularning ba'zilari ig'izdan ig'izga, avloddan avlodga tarqalib to hozirgacha saqlanib kelgan bo'lsa, ba'zilari iz deraksiz g'oyib bo'lib, kishilar tarafidan unutilib ketgan edi. Ammo zamin ularni unutmaydi. U xuddi dunyoning issiq sovuqini to'la ko'rgan mehribon, xiyolchan onaga o'xshash o'z quchqida yashab o'tgan farzandlarini. Mayli u vafodor, kuyimchan bo'lsin yoki gunohkor, tashyurak bo'lsin, baribir aslaydi. Tushida pat-pat ularni ko'rdi. Gulni gulga ba'midilar, gulni tikanga ba'dilar. Gul xilini topqicha, qeri peg'amga ba'dilar. Musha asrning boshlarida Orabog'dagi mo'tivarlarning biri bo'lgan Bahovuddin Oxun 105-ning uyida 5 o'g'ildan keyin bir qiz dunyoga keldi. Bahovuddin Oxun nurg'un kitob o'qtirib, oxiri e'tiborli farzandiga Havzixon degan ismni qabul ko'rdi. Havzixon kichkidan oqilari va boshqa o'g'il bolalar bilan o'ynab cho'ng bo'ldi. U tangtushlar bilan o'shiq o'ynaydi. Chelishish, baygilarga tushadi. Yeniga pichoq esib yuradi. Shunga uni hech kim qiz boladek ko'rmaydi. Yillarning o'tishiga agishib, shundoq bir zamonlar keldiki, tabiat xuddi usta san'atkordek Havzixonga rang, husn, qizliq latofat baxsh etdi. Uning bilan chelishib, yumilishib yurgan cho'ng yigitlar o'z vaqtidagi erkaksada qizning qachonlarda qandoqlarcha ko'zning yig'ini yegidek chiroyli qiz bo'lib qolganligini to'ymay qilishdi. Sezgan chaqlarda bo'lsa, birdilla as-ho'shlarni yo'qotishib, bir-biridan qizg'inishib, Havzixonga bas-basda oshiq bo'lishdi. Ammo Havzixon ularga ko'z qirni selib qo'ymadi. Yaqin-yiroqdagi boylarning o'g'illari, xotini o'lgan zamindarlarmi Havzixonning nazariga tushmadi.
Bir necha yildan keyin hech kim o'ylamagan yerdan qo'shni mahalladagi 50 yoshlardan oshgan bir kishiga yotliq bo'lib edi. Ish-pesh tartib yurganlar levini tishlab qoldi. Kishilarning hayronligi besqa-besqmay turib, u eridan so'z elib uyiga yenib keldi. Shu peti o'ltirib qoldi. Yil ham tamada yurganlardan ba'zilari "Endi u gapimiz yerda qolmas" deyishib, qayta ig'iz echibmi boqqan edi. Hammasi Bahodir Axunning oldidan "Qizimiz dunyodan argi tegmay o'timan" deb turib oldi. Xafa bo'lishmisizlar? degan o'zra bilan qaytishdi. Ammo bu gapga hech kim chin tutmadi. Xudoya tova. Dunyoda erimaydigan to'ng, echilmaydigan gul, erga tegishni o'ylamaydigan cho'kan bo'lamdi. Bahor kelganda, quyosh yer jahonni elitishga boshlaganda, qor yer ostida uruqlarning bixlanishini, uchaklardagi qurut qo'ng'izlarning jallanishini, bahor suvlarining shovqinlab eqishini to'sqilib bo'lamdi. Odammo shuningga o'xshashku. Qalbida muhabbat toshqini ko'tarilganda, uning qudratiga nima tangtira oladi? Tabiatga bahor nech kelib ketdi. Talay suvlar oqdi. Gullar necha echilib to'zdi. Ammo Havzixonning ko'nglidagi muz erimadi. Havzixon uyining oldidagi to'polon yo'lga necha qitim chiqdi. Chiqar chog'da qandoqdir bir umid ilkida qushdek uchib o'tdi-yu, bir hozadan keyin chalmisi suvga chelishib, lassida bo'lib yenib kiratdi. Hozir u yana likkida o'rnidan turib edi. Xeylidan beri onunga sapsilib, ichida kulib o'ltirgan Hamroxon so'z echib qoldi. "Nim bo'ldingiz xinim? Daraskalning so'qqisidek joyingizda o'ltira olmay qoldingiz-a?" Dadikam kelib qolarmikin deb. "Ma'o gapni. Saytihi dadangizning niyasi 15 kun, bo'lmasa bir hafta siz yana olmaydiganligini deyantiniz-ya menga. Desam demisam, hiliqi Abdulla Burutning yo'liga qarab o'tirgansiz qachon?" Hech kimga gap bermaydigan Havzixon xuddi bir uyatlik ish qilib qo'ygandek bo'yinlarigacha qip-qizil bo'lib ketdi. "O'tab bering aneri, kim ko'ribdi uni?" "Sizlar ko'rmay kim ko'rabdi? O'tgan qitim cho'naklikdagi kapida kim bilan mungdashdilar? Rostlarni deysizlar qani?" Havzixon sakrab qopib qo'ylig'i chiqib ketdi. Og'zi kulib tursa-mu o'pkisi o'rilib, ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. O'zining bu holatidan texamu xijil bo'lib, o'ylaning bo'lonidagi qeri ujma tuviga bordi. Qeri ujma nima ishlarni esiga soldikin, o'zini tutolmay texamu buqildab yig'lashga boshladi. "Jinim odishim Havzixonim, o'ynashqangimi yig'lig'liqmi amdi? Bo'ldi, men nomaqul. Odishimni yig'latgan og'zim qurib ketsin ilohim." Hamroxon uni orqa tarafidan quchoqlab o'ziga qortib, yoshlarni surtdi. Barmoqlari bilan o'zining gelini so'zib, "Jugo, yig'lamanga uzxinim" deb yolvurdi. Hamroxonning qilqiga qarab, Havzixon ko'zlari yosh peti kuldi. Kulgilari qo'shilib ketdi. Ikkilan qo'llarini tutishib uyga qaytib kirib, qaytadan choqning oldiga o'ltirishdi. Choq g'o'yildab aylanishga boshladi. Hamroxon Havzixonni naqshi etkazolmagandan keyin naqshini o'zili boshladi. "O't kuyiydi ichimda, dardni o'zim bilarman. Ko'zimdan oqqan yoshqa kemi selib o'tarman. Allah, voy balla, yarim seni kutarman." Hamroxon naqshini voy degudek aytolmasimu, uning naqsida erdan ayrilgan cho'qalardili bo'ladigan bir muq. Shundaqla o'tdek bir tashnalik bor edi. Ani shuning o'zila yurakni titrtatdi. Beshini cho'kirib o'ltirgan Havzixonning ko'zlari naqshi bilan tangla yana liqqida yoshga to'ldi. Ikkisi uzoqcha shu holatda o'ltirishdi. Qarmoqqa ikkisi xuddi bir shoxda tushgan olmaga, yan-yan etilgan gulga o'xshaydi. Ikkilisining chiroyidan bolalik ketmagan. Qalblari texi yumron edi. Faqat sinchilib qaragandala ularning ko'rinishdala emas, mijoz xarakteridami bir-biriga zada o'xshamaydiganligi seziladi. Egiz tolchiqdek zilva, qora choch, qora ko'z, ikki mag'za onordek qizil kelgan Havzixonning ko'zlaridan bir o't chaqnaydi.
Qeyrilar uni yurakdagi yalqinning sho'lisi deyishidi. Demisimi shundoq. U yig'lasa, butun vujudi yig'iga, kulsa, butun vujudi kulkiga aylanadi. Birarsiga mehrini bersa, yurakini ikki qo'llab tutadi. Nafratlangan narsasini kuydirib kul qilib etmagicha to'xtamaydi. O'ttiri bo'y to'liqqini kelgan Hamroxon bo'lsa, hamma jihatdan Havzixonning ta'turisi. Uning uzun quyuq siyq kirpiklar o'rab turgan. Bir qarisi seriq, bir qarisi ko'k, bir qarisi qo'ng'ir ko'rinadigan ko'zlaridan illiq bir nur oqidi. Havzixon qanchaki tuz keskin bo'lsa, Hamroxon shuncha royish, ko'tirishchan. U mahallaning neriqi chetidagi ko'ni kapida o'ltiradigan g'erib tul xotinning qizi. Havzixon bilan Hamroxon kichkidan birga o'ynab cho'ng bo'ldi. Bir bo'lining qo'lida savoq oldi. Mushu yerning odati bo'yicha har ikkisila 18 ga kirmay bir qitimdan erga tegib ajrashibmi bo'ldi. Tufi, er degan shundoq bo'lsa, dunyodan ersiz o'tib ketmasam, odam bo'lsa bo'lmay ketay. Ikki do'st qayta tepishgan kuni Havzixon shundoq deydi. Shuningdan keyin ikkisi atidan kechgacha Havzixonning uyida choq egirgach, go'ng'ir-mo'ng'ir mung'ishib kunni kech qiladigan bo'ldi. Hamroxon atigini oqshimi etizliqning o'ttirsidagi yolg'iz oyoq yo'lda. Jigdilikda oldini to'sib, maydisini silab, yo'tsini chimdab o'ynashadiganlarni ner tur demaydi. Ko'ziga issiq ko'ringani bilan ko'nglini xush qilib, hech ish ko'rmagandek yuraveradi. Havzixon bo'lsa, oldiga kelganini tishlab, orqasidan kelganini tepib degidek hech qandaqini o'ziga yaqin yo'latmaydi. Tala tuzga chiqqan vaqtlaridami ortiqcha echilib yeyilib ketmaydi. Dastlabda yengilari qo'lqo'ga kusurlashib uni qizitmoqchimi bo'ldi. Lekin uningga har qanday gap kor qilmadi. Ammo yaqindan beri uningda qandaqdir bir o'zgarish yuz berdi. Bu o'zgarishni Hamroxonla emas, uydagilarning hammasi sezdi. Yaqindan buyon uning naqsi ko'payib ketdi, ham bekla mo'ngluq bo'lib ketdi. Bog'da o't o'tavitib yoki choq egirib yetib naqshini shundoq boshlaydigan bo'lsa, hammaylan mengayotgan yo'lini, qilayotgan ishini qo'yib, qaytib turib anglaydi. Naqshidagi dard alamdan yuraklari ezilib qursinishidi. Ko'ngillari qandaqdir shumliqni to'ygandek Havzixondan ansirishidi. Yana biri u yaqindan buyon to'liq xiyol qiladigan, kechalari yig'laydigan bo'lib qoldi. Uning bir tuqqanlarla emas, qayri dadasimi azaldan bir ishqa uncha o'zini urib ketmaydigan Havzixonning bu holidan hayron edi. Hammadan qiziqi, u ilgari zodili pardoz qilmaydi. Kichkida yangilari tutib besib elib turib, o'smi qo'yib qo'ysa, yuyib chiqarib yetaman deb o'stan bo'yida 20 kun o'ltirib oladi. Demisimu uning qoshlariga o'smining nima keragi? Endi bo'lsa o'smi qo'yib zerikmaydi. Yenidan upi bilan allaqanchalik aynakni ayirmaydi. Kunda bir egin yeng ishlamay qo'ymaydi. Havzixon, hay Havzixon. Choq o'yuldaydi. Havzixon choq egirib otamdu yoki choq Havzixonni egirib otamdu, u buni uqmaydi. Barmoqlari odat kuchida midirlaydi. Bilaklari goh so'ziladi, goh yig'iladi. Barg'an seri dövleshib, sivatga to'layotgan oppoq yiplar. Tutam paxtalar uningga onasini eslatadi. U kichkina vaqtlardan tartibla mushu yiplar paxtalarga qarab onasining yenida o'ltirishni, onasining zadili tugamaydigan naqshlarini anglashni yaxshi ko'radi. Onasimu uni jinidan aziz biladi. Umrida Oribog'dan chiqib boqmagan. Eri bilan bolalardan boshqa kishini bilmaydigan bechora ayol yolg'iz qiz talaysiz bo'ladi ekan. Chechining uchi ustiga qoyilib turadigan qiz talaysiz bo'ladi ekan. Degandek so'zlarga Xudoga ishongandek ishinadi. Bekor turmay Havzixonning sochlariga, bo'yniga qator tumor ko'z munchoqlarini esib yetadi. Pat-pat sirq soldiradi. Bir tala qizimning baxt peshonisini yo'riq qilarsan, Xudoyim.
Akşamı uxlash oldida u pat-patla onasining shundoq deb pichirlab duo qilayotganligini anglaydi. Uning qop-qora, budur chochlarining uchi ustiga qayrilib turishi onani dahshatga soladi. U har qitim qizining beshini taraganda chochlarini yelim bilan patlab, aynakdek porqitib yetadi. 2 kun o'ta-o'tmay chochlarining ikki uchi ustiga qayrilib oladi. Orqadan bo'yinlarida, cheki manglaylarida son-sanoqsiz dugilak halqalar paydo bo'ladi. Ana vahimaga tushib, Havzixonni yana qachon qarsa yelim o'ksimaydigan cho'chakning oldiga so'raydi. Qaraganda, ko'nlarning shu gaplari qarsiga aytilgan emas o'xshaydi. Agar u rostila talaysiz bo'lmasa, xiyoli shu yerga kelganda Havzixonning teni shurkunib, vujudini bir titrak besib o'tdi. Uning ko'zlari yana bir nuqtaga tikilib qoldi. Ana ko'rpining ustida og'riqdan tugilganicha yotadi. Uning rumili bir chetda qolgan. Chechi xuddi bir tutam uchqa o'xshaydi. U meni o'z holimga qo'yinglar. Endi saqay olmaydigan o'xshayman deb tevib qolmu, dag'ingimi ko'rinishni xohlamadi. Havzixon bo'lsa, birar oydan beri onasining beshidan qopmadi. Osh kuni. U kun Havzixonning xotirasiga chunqur o'rnab ketgan. Ana atigandan tartibla bo'lakcha jallanib qoldi. Tagini ko'rpini tutib Havzixonga eslib o'rnidan turmoqchi. Eshik oldiga chiqmoqchi bo'ldi. To'nglikdan eqib tushgan sutdek oppoq, iliq bir parcha nur onaning qonsiz, bir tera, bir so'ngak bo'lib ketgan kichikgina qo'llarida titraydi. Havzixonning ko'nglida o'sha nurga o'xshash sirliq bir umid paydo bo'ldi. Xudoning rahmi kelib, onamning kesligi shifoliq bo'lsa, shuning bilan u kundan kunga mag'duriga kelib, o'rnidan turib ketsa ajab emas. Havzixon uni yo'lab ho'ylig'iga elib chiqdi. Ujumining tegiga kigiz ko'rp selib, uni shu yerda yotqizdi. Orqadan yangilari kichkina yog'och tovoqqa usib elib kelgan shu guruchni bir qo'shiqdan ishkizib Xeylidan beri u hech qachon bugünkidek echilib yeyilib boqmagan. Ko'ngli munchilik tomoq tortib boqmagan edi. Yoz yo'rg'ilay navaq, chechaklar echilgandu, yer jahon ko'kargandu. Mau yengilroq bilan ukulroq bo'lgandikin, bugun chiqib adashlaring bilan o'ynab ko'nglingni echib kelgina bolam. Deydi ona cheksiz mehribonlik bilan uning cheki chochlarini silab turib. Havzixon onasining davdi bilan yengri ko'nglikidan birni kiyib, parangisini ortib talog'i chiqdi. Demisimu atrof uningga boshqacha chiroyli ko'rindi. O'stan bo'yi tarafdan kokukning ovozi keladi. Har yili faqat ati yozili anglanadigan bu ovoz nemancha yiqimliqdi. Uningga kokuk o'zini chaqirayotgandek to'yilib ketdi. U yo'l bo'yidagi do'nqoq sugatdan ishkital yopirmoqni uzib oldi-da, juplab lavlari orasiga elib pudab, kokukni do'rmoqchi bo'ldi. Ammo do'riy olmadi. Terikib, yopirmoqlarni tashlab etib, o'stan bo'yi tarafga mongdi. Suv etisliqlarning o'ttirsida o'rilib tushgan chunqur yer tuvida oqatdi. Yiroqdan faqat uning bo'q gul degan ovozi anglanadi. O'zini ko'rgili bo'lmaydi. Havzixon cho'ngdilib ketgan yolg'iz oyoq yo'l bilan suv bo'yiga tushdi. Suvning xeyli ichkarisida cho'qchiyib turgan yo'g'on bir toshning ustiga chiqib elib, yuzini, qo'lini yuvdi. Qo'p paranchisi bilan yuzini ertib etib, o'stanning neriqi qaytig'i. Yerning ustida o'tlab yurgan qo'ng'ir mo'zayga. Kun nurida porqirab ko'rinadigan sarg'uch yesil bug'doyliqlarga qaradi. Bug'doyliq yiroqdagi tomlari egiz cho'ng bog'ning tuviga berib oxirlashadi. Kokuk ovozi Havzixonga endi oshu bog'dan og'lanayotgandek tuyuldi. Havzixon tizig'i keladigan suvni kechib, neriqi qatqa o'tdi. Bug'doyliq o'ttirsidagi odamsiz yolg'iz oyoq yo'lda paranchisini elib etib, bolalarga xos inchika oppoq bo'ynini, chiroyli ichki o'rimchechini chiqirib, maxmal bo'ki bilan limongdi. Udul tarafdan g'uru-g'uru shamol keladi.
Etis qirida u yer bu yerda so'lsin, siyriq echilgan ushshaq yovu gullar dengiyib turadi. Havzixon g'ingshib naqshi etqach o'g'loqdek sakrab turib, yovu gullardan bir tutam terib oldi. U o'yin bilan bo'lib ketib, bog'ning tuyiga qandoqlarcha kelib qolganini sezmayli qoldi. Odulda bog'ning temidan ortilib chiqib turgan yo'g'on bir toz shoxda g'o'chchida bo'lib ketgan g'o'rlarga ko'zi tushdi. Bultur dal mushundaq o'rik chechki amdili to'kilgan kunlarda u Hamroxon bilan qo'shni mahallaga mashrabga ketib yetib, mushu shoxdagi g'o'rlarni ko'rib hayron qolgan. Shu shoqqa esilishi g'ala bog'dan yo'g'on bir ish chiqib, ularni xeyli yergacha qo'g'ilgan. U qochqachda Havzixonning qo'liqidagi oltin so'ksikining bir peyi tushib qolgan edi. Havzixon shu topda oldingi kuni onasining "Ajab g'o'ri sog'an osh ishkim kelib ketdi-ya" deganini esiga oldi. Bugun bog' ishki xuddi birsini saqlab turgandek qiyo ochiq edi. Cho'chaklardagidek go'zal bir bog'. Yuqoriga qarab so'zilgan tor yo'lning ikki qosniqi mevelik daraxtlar bilan chumkalgan. Daraxtlarning orqasidan suvning shildirlab oqqan ovozi, qushlarning vichirlashlari anglanadi. Qandoqdir bir qush suzuk ovozda ikki qitim sayrab qo'yib, xuddi o'z ovoziga maftun bo'lib ketgandek jimib qoldi. Yana bir qush uningga javob bergandek qilib bir hazo churuqladi. Havzixon bosh ustida anglangan kakukning ovozidan cho'chib ketdi. U kakukning ovozini mundaq yaqindan ochiq anglab boqmagan edi. Bu uningga xuddi dardlik xo'rsinishdek belindi. Orqadilla qandoqdir bir qushning qanot qoqqan ovozi. Daraxt shoxlarining shildirlishi anglandi-da, atrofni jimjitlik bosdi. Havzixonni qo'rqinch o'rib oldi. Shortda keyniga burilib kelgan yo'li bilan qochmoqchi bo'ldi. Ikki qadam elib bo'lib, yana to'xtab qoldi. "To'xta, nemidan qo'rqaman? Oldimga Xizirdek bir buvoy chiqib qolamdi texi. Yana bir necha qadam yengib boqay." U tuyuqsiz peshayvonlik katta bir uyning yanida chiqib qoldi. Peshayvonda qisqa soqolliq 50 yoshlardagi tambal bir kishi qator-qator esib etilgan qafaslarga engishib turadi. U oyoq tevishini anglab, darhol burilib qaradi. Burilgan chig'ida oq yaktikining oldidan yo'ngli qip-qizil maydisi ko'rinib ketdi. Havzixonga ajablangan qiyofatda birdam tikilib turgandan keyin yejib, "Kasxinim kasla, piqirning kapisiga qandoq shamol uchirib kelgan do'stilini. Ro'zaxon, oy Ro'zaxon, chaqqan bol, bir to'muchiq uchib keldi. Saroy uyga ko'p sal." Havzixon oldidan to'g'ri to'sib turgan kishining zo'ri bilan putini eshikdan oldi-yu, ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Ongacha egiz bo'y kelgan. Ko'sa odam talodan yugurib kirib supugi ko'rib soldi. Paygodin kichikgina bir qora cho'ginni elib, Havzixonning chiroyiga ko'z qirnimi solmay, qandoq kirgan bo'lsa, shundoq chiqib ketdi. Havzixon eshik tuvidan neri o'tkili unimay yiliqi soqolliqqa. "Qayimsizlar aka, hozirlarga kesal onam uchun keldim. Qo'ri salgan ashish kun badevidi, shunga" dedi. "Voy shunchalik ishmi texinem? G'o'ri degan to'li nima? Avval bir o'tlamdan choy ichayli. Qani. Choy qaynag'ucha putlarini sunib, birdam orom elib olmamla." Kishi so'zligach, narabdan yo'g'on tagidan ishkini elib, ko'rpa ustiga tashladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bugungi programmamizning diktorlari Mohira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.